shifo markazidagi navbatdagi bemorimizni nima kasalliklar bilan kelganlarini eshitamiz. Men bu markazda shifo topishim keldim. Meni cherepnoy davleniya bor edi, migren, oshqozon osti bezi, grija, sedanishi nervlarim og'rirdi. Ko'p joylarga borib hech qanaqa foyda ko'rmadim. Bu joyga kelganda birinchi kundanoq yaxshi rezultat bo'ldi. Mana bugun 10-kunda hamma joyimga shifo bo'lyapti. Bularning metodi juda ham kuchli ekan. Buni Instagramdan topib keldim. Shuncha olgan lechenialarimda faqat qo'ldorilardan unaqa muolajalar yo'q edi. Bularda juda ham foydali ekan. Migrenga qanaqa natija? Mana hozir juda ham ko'p odamlar menga migren yozishadi. Meditsina tomonidan davosi yo'q deyishgan. Lekin men aytaman, migrenga bizlarning muolaja bilan davosi bor deyman. Keyin bizlarning muolajalarda grijalarga ham bizga unaqa qiyin kasallik emas-da. Biz bundan kuchli kasalliklarni ishlaymiz. Siz o'zingizni fikringiz qanaqa? Migrenda mana davolanadi. Faqat massaj, shu bankalar bilan, magnitlar bilan shifo topish, terapiya bilan shu yerga kelganimdan boshlab shu kungacha 15 kunda, 20 kunda har bitta ham dori ichgan, tabiiy yo'l bilan davolashar ekan. Hammanglar kelinglar, juda ham ishonchli, bu reklama emas. Men o'zim shu yerdan shifo topdim. Migrenimga bitta ham dori ichmasdan, mana kelgan kunimdan boshlab ertasi kundan foyda berib, men tuzalmasam kerak o'ylovdim. Juda ham yaxshi muolajalari, ishonchli. Kelinglar. O'zi qarang, men aytaman ayollarga shu 5 yildan 7 yilgacha yosharish bor deyman. Hozir mencha siz 20 yilga yoshargansiz-da, men nazarimda. To'g'rimi shu? To'g'ri. O'zim his qilishim, har tomonlama ham ozishlarga ham har tomonlama juda ham metodlari kuchli ekan, samarali ekan. Juda ham ishonchli, hammaga kelishinglarni tavsiya qilaman.